Nazokat, qayoqdasan? Uyda o'zingmisan? Hozir yoningda bo'lib qolsam, nima qilarding? Enangni eri qiladi. Yotishingni qara. Pasport zaynat qilmay o'l. Senga o'xshaganlar deb 37 millionmiz. Bo'lmasa o'zimiz 20 million kayf qilib yashayotgan bo'lardik. Dada, o'g'liz yana nevarangizga baqiryaptilar. Bolaga baqirma, shashvar. Baqirganmi, yotishini qarang. Bobo, men ham futbolist bo'laman, Cobalt olaman. Cobalt 17 yoshlarga berdi, sen 37 ga kirding, qo'cham. Ular bor-ku, sen futbol o'ynamaysan. Futbol o'ynaganda seni tepishadi. Dada, bitta savol bor-da. Shu 17 yoshlarimiz guruh bosqichida Saudiya Arabistonni 3-0 ga yutdi-da. Undan keyin finalda ikkitasi qizil olib, 9 kishi bo'lib 2-0 ga yutdi. Shunda ana ikkita qizil olgan bolani o'zi Saudiya Arabistoni bilan o'ynasa 1-0 ga yutadimi? Men seni qayerga borishni o'zim bilaman. Yur bu talog'im. Shunaqa qiling, bobo. Dokument sizlargami? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Nevaramni sizlarda o'qitmoqchi edim. Boshlang'ich ta'lim. Bog'chada bo'lmayman. Boshlang'ich o'qigan. Iqtisod. Ekonomikasi yaxshi buni. To'g'ri. Unda biologiya va tillarni o'qitish, ingliz tili yo'nalishlari ham mavjud. Ana shunda o'qiysan, Ana kuni Trump telefon qilganda gaplashganman. Topshir hujjatlarni. Mana hujjatlar qabul qiling. Bu hujjatlar kim uchun? Ikkinchi nevarangiz qara. Nevaramiz emas, o'zim uchun. Sizning yoshingiz katta-ku, ko'zingiz o'tadimi o'qishga? Siz bir o'qitib ko'ring, o'tadimi yo'qmi? Keyin bilasiz.